22 O nuqtadagi maydon kuchlanganligi oltmishga teng bo'lsa, shu nuqtadagi potensialni aniqlang deyapti. Xo'p. Pastga qarab Y1 desam, Y'ni formulasi bor edi. K-Q taqsim R kvadrat. Shu formulaga qo'yib hisoblasak. Q'ni o'rniga 4 ta Q, 4 ta K-Q taqsim 1 kvadrat uzayting. Ikkinchisi Y2 bo'lsin. Xuddi shunday. 8 ta K-Q taqsim 2 ni kvadrat 4. Qisqarib ketdi, 2 bo'ldi. 2 K-Q ekan. Uchinchisi bir tomonga yo'naladi, musbat. Y3. 3 ta K-Q bo'ldi. Xo'p, endi men bu Y2 ni tashkil etuvchilarini olishim kerak edi. Bu tomonga qarab Y2 bor. Bu tomonga qarab Y2 gorizontal tashkil etuvchisi bor. Shuni hisoblab olsam, kosinusini topaman. Mana bu yerdagi kosinus alfa teng yopishganni, mana bu Y2 ni gipotenuzi mana bu Y2 bo'lyapti. Shunga nisbat bo'lyapti. Shu yerdan Y2 ni topsam, teng bo'ladi. Kosinus 37 gradus ko'paytirilgan Y2 bo'ladi. Hop. Shuni hisoblasak. Y2 teng kosinus 37 da 90 ga qarab kamayuvchi bo'lsa 0,8 ko'paytirilgan Y2 2K. 6 ta K-Q. Xuddi shunday gorizontal tashkil etuvchisi 53 gradus uchun topsam 8 ta K-Q. Endi shunday chizma hosil bo'lib bizaga bu ikkita tashkil etuvchisi Y2 X Y2 Y. Keyin tomonga qarab Y3 bor. Pastga qarab Y1 bor. Shularni Y2 Y dan Y1 da ayirib yuborsam Y ni o'zi kelib chiqadi. Y3 dan Y2X ayirsam Yx o'zi kelib chiqadi. Shularni topib olsam. Hop. Yx teng 3 ta K-Q dan ayiraman 1/8. 1,2 K-Q. Y ga Y teng 4 ta ayirganim 1/6. Bu necha bo'ldi? 2 xato ko'paytirib ketibmiz-da. Mana bu yerda kosinusini topmoqchi bo'lsak, yopishganni topsak, kosinus 53 gradus Y2 qo'yiladi-da. 2 bo'ladi. Hop. 1,2.
Endi ikkisini topmoqchi bo'lsam, 3dan 1 2ni ayiraman. Bu 1 8 bo'ladi. Bunisi 1 6. Hop, ayirsak 2,4 kakao bo'ldi. Mana kelib chiqdi. Endi bizaga bu tomonga qarab yo'nalgan natijalar uchun berganda, shuni o'zi olmishga teng ekan bizga. Pifagorga tushib qoladi. Y da bu tomonga ko'chirsam, hop, 60 teng kakao chiqadi ildizdan ostida. 1/8 kvadrati. Tak. 3,24 plus 2,4 kvadrati 5,76. Hop, 60 teng kakao. Qis bo'lyapti. 3 chiqadi ildizda. Qisqarib ketsa, kakaoning o'zi 20 ga teng ekan. Kakaoning o'zi. Bo'ldi, endi feylarini potensial shu nuqtada feni so'rayapti. Bu yerdagi Fi1 kakao taqsimir formulada 4 ta kakao. Bu yerdagi Fi2 8 ketsa kakao taqsimir 4 ta kakao minus bu tomondan aka kakao taqsimir Fi3 ta kakao bo'ldi. Endi fe'lani hisoblasak, Fi1 plus Fi3 minus Fi2. Tak. Fi1 4 ta kakao plus 3 ta kakao Fi3 minus 4 ta kakao. Bular ayrilib ketsa 3 ta kakao qoldi. Kakao 20 ga teng. 20 bo'ladi. Olmish ekan. Javob.